Assalomu alaykum qizlar. Perfeksionist bo'lib ham dangasa bo'lish bu juda ham qiyin. Hamma narsa joy-joyida turishi kerak, lekin bir xilida xohlaymizlar shu narsalarni qilishga. Lekin bu narsa sizlarning jig'iyligida edi. Biz ne eshitamiz kommentariyada shu narsani yozib qolinglar. Ayniqsa o'zimga ham kir moshinaga ishlatgan narsasidan zakaz qilaman qizlar. Bu video Xitoydan olingan. Shunaqa gadjetlarni reklama qilishyapti. Juda ham kerakli gadjetlar bor, bu xil narsalar o'zimiz uchun olishimizga. Qizlar qaysi gadjetni menga tavsiya qilasizlar? Kommentariyada yozib qolinglar. Hamma uchun bu manfaatli bo'ladi deb o'ylayman va videoda ko'rsanglar bo'ladi qanaqa gadjetlar ishlatilganda va qanaqa yordam berishini. Bir xil narsa turib olib qo'yishga juda ham erinaman. Ayniqsa salfetka qidirishga, lekin mana bunaqa pod stolom tursa bu juda ham qulay ekan qizlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Nimani sizlar zakaz qilgan bo'lardinglar va ishlatib ko'rgan bo'lardinglar. Ayniqsa naski soladigan menga juda ham yoqdi. Uni poyma-poy qilmaydi va bittada yuviladi. Changartadigan narsasiga gap yo'q qizlar. Ko'rsanglar bo'ladi.